Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Azizlarim, hamma yaxshisizlarmi? Sonlaringiz yaxshimi? Uychilaringiz tinchmi? Bardan baquvvatmisizlar? Qorlar yog'ib, xursand bo'lib, endi yana quyoshli chiqib ketdi. Bugun 25-dekabr 2025-yil. Quyosh chiqib yotibdi. Soat hozir 10 kam 10 bo'ldi. Bizda ertalab soat 8:30mi? 8da chirog'ni o'chirib qo'yishdi. Nima qilmoqchiman o'rtoqlar, sizlarga hozir tushuntiraman. Hozir oshxonaga bordim-da, ish boshlayotgandim oshxonada. Mana qilayotgan ishimda. Keyin qarasam, nima? Fartuk taqdim-da, anu yashil. Keyin men tepa bilan taqqim kelman. Dedim, oldin bitta fartuq tikib olaylik dedim. Keyin ish boshlaydi dedim. Bo'lmasa men mana shu fartuqni tikib material qidirdim, mashinamdan qolgan ekan. Lekin bu ham o'zi kerak, nalishga tikishim kerak edi bundan. Endi iloji yo'q, ana gullilardan tikkim kelmayapti. Mana shundan tikamiz o'rtoqlar, anaqa fartuq. Qaranglar nima qilaman. Men bu yerdachi mana bir endi bu yerda men qarang, hozir tushuntiraman. Mana bitta buklangan. Bu bir eni buni 240 bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu. Mana shu bir en. Men 2 buklangan. 240. Hozir bundanchi 95 ni olaman deb fartuqqa ikkita fartuq tikmoqchiman o'rtoqlar. Mana 95 santimetrni olib, qolganini belboq qilamiz. Qo'ysizlarmi, nima deydi shuni? 95 santimetrni o'lchab olaman-da. Tak, ochki taqish shart. Taqmasam, umuman ko'zlar bo'lmayapti. Ichi yana boshqa ochki olishim kerak. Ochkim уже kichkinalik qilyapti. Lupas. Mana 95, bismillah. Kesib oldim. Endi xuddi shu yerdan 95 kesib oldim. Buklaymiz. Mana qilib. Mana ko'rinyaptimi sizlar hozir men ko'raychi, qanaqa ko'rinyapti. Yaxshi. Qaranglar mana. Kesib oldim. 95 belgilab oldim. Mana bitta. Qani. Mana qarang, men bu yerda 95. Men bularni to'g'rilaymiz. To'g'riladik. O'lchab mana qiyam yo'q, bunda o'zimga qilib ko'rdim, bo'ldi. Endi mana shunaqa qilib kesib olaman. Tushib ketadi, menga bitta og'ir narsa kerak hozir. Nima bor ekan bizda og'ir. Mana nima bor bizda og'ir. Bismillahirrohmanirrohim. Shu buklangan joydan kesib olaman. Bismillah. Endi men tikuvchi emasman, bilasizlarmi? O'zim endi o'qiganimdan unaqa ishlab jarma qilib tashamaganman-da. O'qiganimga ham 100 yil bo'lgan. Tak, bo'ldi mana. Bu belboqqa buni olib turamiz hozir. Bunichi sразу bunoq qilamiz o'rtoqlar. Bunoq qilib, ikkiga buklab, buni ikkiga buklab buklaymiz-da. Mana betidan bunaqa belgi qilib qo'yamiz. Mana burchak kesib qo'ydim. Mana shundan boshlab tikishni boshlaymiz. Nimalarni? Fartug'i, belbog'ini. Endi men bu yerda ham buklangan joyini kesib tayyorlab olamiz. Tayyor tursin-da. Mana ikkita fartuq inshaalloh chiqazamiz shuni hozir. 240 eniga bo'yiga necha ekan bilmayman, bo'yi, lekin borini qilaman. Shu qolganini qilaman. Mana bo'yi 72 ekan. Bor materialim. Endi buni olib qo'yamiz-da. Buni olib qo'yib. Belbog'ini bichib olamiz. Chunki belbog'i tayyor bo'lishi kerak bizda. Qaranglar, qanaqa o'lchavyapman belbog', mana. Solib tashlaymizmi? Tashlagan yaxshidek tortadi bo'lsa, kelinglar shuni olib tashlaylik. Kronkasini chetida. Tashlagan yaxshi kronkani. Jinchi yozuvlari ham ketadi, har xil tildagi. Tikkangizni tortilmaydi. Ikkita deb bitta buklangan.
Mana azizlarim, kronkalarni olib tashladim, chetini mana. Olib qo'yamiz. Endi buni men endi nima ham qo'yotganim yo'q, shunda tikib o'lchab sal razница bor, mana shu to'g'rilari. Men bunday qo'yaman, mana bunday o'lchavyapman buni. Nima ham qo'yotganim yo'q. Mana shundan belvoch qazmoqchi mana bundaqmi? Endi bunda mana xullas ham shuni 3 ga bo'laman. Nimaga? Mana bu kaltada bu. Yetmay qoladi. Bitta-bittani ikkalasiga ulab yuboraman. Tushundinglar? Mana. Mana hozir buni. Endi ana o'zimga-ku hisob kitobim qo'yotganim yo'q. Shuni primerni hisob kitob qildim-da, hozir. Bismillah. To'xta. Sekin yoqdim. Qarang, mana bittasini kesib oldim. O'rtoqlar mana. Mana shu bitta, masalan, yetadi deb qilsak bo'ladi, lekin mana men kaltim qola qiynalasa, yechib boylab yechgan. Shuning uchun buni 3ta bo'lak qilamiz mana shunaqada. Hozir endi yana bitta qo'yib kesaman. Kesib. Bismillah. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Hozir yana tushuntiraman sizlarga. Mana qaranglar. Mana bittaga bu, bitta fartuqqa bu. Mana ikkita bo'tdi ham mana. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda ikkita, bu yerda ikkita. Bittadan fartuq. Yana bularga bittadan qo'shamiz. Bemalol, uzun, boylab yechganda qiynalmaydigan belvoq chiqadi. Bo'ldi, bu bo'ldi. Endi tak buni olib qo'y qolamizmi? Hayron. Endi sizlarga hozir yana bir narsalar ko'rsataman. Qani? Mana qaranglar. Nimalar qildim-da kecha. Kecha o'tgan kunimi, 2 kunmi, 3 kunmi tikdim xullas qilgan. Bundan tashqari yana bitta katta podazyanlik. Mana qarang. Bu bitta podazyanlik Hasanboy navaramga bichib qo'ygan edim. Mana. Tikdim, mana podazyanlik. Lekincha sal shu toroq qilib qo'yman, menimcha yana bilmayman. Mayli, ishlataverash, hech narsa qilmayman. Keyin bitta navlichka, mana. 50 ga 70 o'rtoqlar, mana. Hali dazmol qilmaganman. Shuni tikdimda olib qo'ydim. 50-70 navlichka. Bu mana 1,5 ga 2 necham podazyanlik. Mana prostanyasi. Prostanya navlichka podazyanlik qilib Hasanboyga tikdim. Mana prostanyasini yaxshi bichimman-da. No, navlichkasi prostanyasi ham anaqa emas. Endi kengroq bichsam ham bo'lardi. Mayli endi. Bo'ladi lekin bo'lmaydi emas. Azizlarim, super satindan juda ham yaxshi material o'rtoqlar ishlatyapman. Ipodrom bozorida mayli borsam bolalarga aytaman, mana rosa yuvardim, men gazgina yana skidka qilib beringlar. Ipodrom bozorida, Uyg'ur bozorida, material bozorida 74-75-do'kon. Tez suti deb yozilgan tepasiga. Hozir esa skidkada sotishyapti. Mana bunaqa materiallari kelgan. Ko'rib o'zim havasim kelyapti, borgim kelyapti, lekin hozir boraman. Bar olib kelaman, men kerak yana hali. Endi buni tikib bo'ldimda, mana Hasanboy navaramga bu, o'rtoqlar. Buni tikib bo'ldim. Buni bichib qo'yganimni o'zi bilmayman qancha bo'ldi. Bilasizlar, meni ko'rib yurganlar biladi. Endi Hasanboy navaramga tushak qilib bermaganman, to'shak. Kravatiga. Mana buni kecha bichdim, lekin hali tikmadim. Bichganni ham oxirigacha bichmaganman. Bu uchun 120 ga 2. O'sha kravatiga moslab. Buni tikib, paxta solib, qavib, ustiga xuddi mana shunaqadan jild qilyapman. To'shak ustiga. Hali uni ham tikman, bichib qo'yganman lekin. Mana bo'ldi. Mana shularni qilyapman. Sekin-sekin ozginadan tayyorlab boryapman. Endi bundan tashqari hozir bichib qo'ygan narsalar ham bor. Ularni ham sekin-sekin mana shunday tikib olaman. Vaqtim bo'lgan o'rtoqlar. Endi hozir
oq ipimni olamiz. Chunki mencha ko'k ip qo'yganmanda mana shu siyra pul rang tikyotgandim. Mana iplarimni-chi mana bunaqaga solib qo'ydim. Kalta. Mana bo'yiga kaltaga. Chang bo'lib turibdi, bu yuvarish kerak. Chang qanaqa chang? Mana shu nimadan changi bo'lgan. Asta nima bor edi. Ketdi. Nima? Vazim salfetka. Mayli, keyin aytamiz mana oq ip olamiz. Mana buni olib qo'yamiz hozircha bo'lgan. Oq ipda tikib olaman tez-tez mana iplarim. Kerak ekan, bir ipadon borib kelishimiz kerak. Rahmat. Nima qilmoqchi? Men uni o'ylab bermoqchimsan? Ha? O'ylab bermoqchim. Sizni faqat mana bunaqa deng. Qanaqa? Men tushmaydi. Tushmaydimi? Bor dedi, shunaqasi qattiq. O'shaning tegidadir mana buning. Tegida ham joyi bo'lsa kerakmi? Yo'q. Ha, sen meniki kichkinada, hammasi. Orqasidir shuningni balki. Buni olmaydimi mana bu? Amtir. Ha, yuqoridami? Bitta bor. Bo'pti, qo'yaverindi. Bozordan olib kelaman. Qanaqa olasan? O'sha Yanimda adapter. mana olinadimi shunda bu? Yo'q, men ustigimda kig'izsa sizga tushadigan. Ha. Bor edi shunisidan yana. Qo'ymayman lekin qattiq. Tashlab degimi? O'tda tushib qolganmikan? Korobkasini kiraman. Qarachi. Bo'pti, men boshlayman endi o'rtoqlar, mana qaranglar. Bunday qilib endi boshlaymiz. Qani? Qo'lamiz yaxshi to'g'rilab, amallama ish qilib ko'rasiz. Endi men yoshimga mos, azizlarim. Qo'limdan kelgancha qilamiz. Chiroy yo'q. Eng qizig'i chiroy. Ertaga negadir chiroyimizni o'chirishni bilmayman. Bir joyda avariya bo'lganmi, nima bo'lgan? Alloh biladi. Shahnoza, ukangga sansiz kelib pishirib ber. Ko'fe qilib, gazni o'chirmagan chiroyi yo'q. Mana ko'rpachani qo'yib olaman o'rtoqlar, mana fabrikdan olganimcha. Mana. Rosa yaxshi lekinchi, mayli yo'q. Olsanglar, nima deydi, anaqa bo'lmaysizlar. Bo'ldi, endi tikamiz. Bu yog'ini endi quvurasizlar. Shaqir shuqur qilib. Mayli, bu narsa ko'rsataman siyoqasi va tavba. Esinglardami bir hanu fresh bozoriga borganimda sizlarga ko'rsatdimmi? Mana bunaqa salfetka oldim deb. Keyin bu salfetkani men yonlaridan ochib ishlatdim. Mana kecha ham rosa ochamansa ochilmadi deb. Shunaqa qattiq. Kechqurun o'g'lim kelib, "Men bitada ochiladigan joyi bor ekan, bilmayman. Mana bunaqa olinar ekan bu salfetka, qaranglar." Shunaqa zo'r mazza. Men qaranglar. Voy tavba. Biz sal bunday qarashni ham bilmaymiz-da, azbara xudo. Voy tavba qildim. Mayli, ish qilib qo'yasizlar. Shunaqa o'rtoqlar. Shunaqa yaxshi salfetka. Shu fresh bozorda, podvalida sotadi. Endi chiroy yo'q, qorong'iroq, albatta sal qiynalaman. No, nechего. Ne привыкать deydimi, nima deydi? Siqilmaymiz. Mana ip qo'yadiganlar umuman ana bomba. Mayli, mashina olgim kelyapti o'rtoqlar. Hozir ko'rasizlar, yoshlar tikmasa. Mashina olsam, keyin u yotadimi deyapman, hayronman. Bilmasam endi. Bir navaralarim ichida ham qiziqayotgani yo'q. Ham biri sudya bo'laman deydi, biri stomatolog deydi, biri u deydi, biri bu deydi. Bolalar ham umuman qiziqishmaydi, qizlar ham, kelinlar ham. O'tkazib olamiz amallab o'tkazib olaman, ish qilib qo'ymaman. Ozginacha kesaraman men. Endi bizni hozir olsam mashina deyman, keyin yotadimi deyman. Chunki ko'ryapman-da, rosa ko'plar mashina oldi, tikmaydiganlar mana. U qilaman, bu qilaman olishgan, lekin balki tikishayotgandir ham bilmayman. Hammaniki yotibdi-da, o'tda-bo'tda. Men-ku mana shunda tikaman. Menchi anaqa olgim kelmayapti-da. Mana shu oyoq mashina xohlayapman men. Men motorli olgim kelmayapti o'rtoqlar.
Shunaqa ham ko'rganmiz. Mana shunaqa mana shuni menga yangi qilib bersa bo'ldi deydi. Keyin men bittasiga joyi buzilgan. Agar mana shuni mana bunisini zo'r qilib bersa bo'ldi deydi. Men hech narsa kerak emas. Mana shu mashinam yaxshi. Overlock bo'lsa, vashga zo'r bo'ladi. Bo'ldan. O'sha ko'p chiqazvordim, ipni uval qilmaymiz. Bari chanani qilmasini bas. Ipini tortib olamiz tegidan sekin. Bundoq qilsangiz aylantirsangiz ip chiqib keladi tegidan. Mana. Endi keldi sirazi mana nimalarni tayyorlab olamiz. Belvoqlarni. 3tasini bitta, 3tasini bitta qilib ulab olamiz. Chiroyli qilib. Bismillah. Ulab Qanaqtini qilib bismillah qilib Bismillahirrohmanirrohim. Sal maydara chot qilamiz, chunki bu ishlaydigan joyda. Oshxonaga borib nima ish qilmoqchi edingiz Gulnor opa deb so'rasanglar, men hozir zakazim bor, o'rtoqlar, 50 ta tuxum, bitta kala guli, bitta aloe guli. Endi ani kuni men bir ayolga mana shunaqa kala gulini shundoq berib yubordim-da, ani nimaga o'tkazmasdan. Gruntga o'sha gong bilan birga. Endi uchi nima bo'ladi bilasizlarmi? U gongdan endi moshka chiqaveradi. Butun uyingizni moshka bosib ketadi. U moshka ham zo'r narsa emas-da. Moshka nima degani? Mayda pashsha bo'ladi, shunaqa. U ham yaxshi narsa emas, u hamchi kaka qiladi, xuddi ani nimaga o'xshab. Nima? Pashshalarga o'xshab. O'shaning uchun uni o'shani moshka bo'lmagan yaxshi. Hozir shunga menga bugun o'sha mendan olgan ayol so'rabdilar, Gulnoraxon uyimdan mashaqalar chiqyapti-ya, o'sha guldan deyaptilar. U chiqaveradi endi. Bahorda vashi bosib ketadi hamma. Tuxumda yotganda ular endi issiqqa kirdida ular chiqishni boshlashyapti. O'shaning uchun uni turpog'ini o'sha mana shu tayyor grunt bor, o'shanga almashtirish kerak, o'rtoqlar. Mana qaraylik, 3 tani bir-biriga ulayapman, alohida. Shuni ham endi hozir men o'sha hozir bugungi zakaz kavamni gruntini almashtirib keyin jo'natmoqchiman-da. Azizlar, endi mana qaranglar. Mana ulab oldim. Endi men buni tikib beraman. Xalaqit qilmaslik uchun tikib o'tganimda. Ham baquvvat bo'ladi. Mana yotqizib tikib o'raman prosta o'rtoqlar. Hech narsa nima yo'q bu yerda. Bekitiladigan. Prosta mana chokka bunda ichi tarafidan yotqizib tikib o'raman, chunki bu tikishimni ham ko'rasizlar buni. Oddiy tikib tashlayman uyga-ku o'zimga men uni. Ana ham qilib o'tirmayman, ichiga qo'yaman. Qilsa chiqadi. Shu endi men hozirgi shu mana shu partiq tikayotganim o'sha gullarni bir ikkitasini tayyorlab dastavka qilishim kerak, azizlarim. O'shanga fartuk tikib, yangi fartuk tikib, taqib, bo'lmasa masalan tikilmayman. Masalan, yuraman o'sha chiroyli gap gapiramiz, xunukini gapirmaymiz. Vaqt mashaqa nimada qilib olmasam bo'lmaydi. Shoshib turgan bir narsalarim yo'q. Yig'layotgan chaqalog'im yo'q. Sekin-sekin bugun xudo xolasa dastavka qilib beraman. O'zi necha marta menga nimangizni bering, plastikingiz nomerini deb hozir ham yozyaptilar. Oldin tayyorlab olaman, keyin plastikimni tashlayman, narxlarini aytib, ular ham men ham pulni ko'chadan supurib olmaymiz, o'rtoqlar. O'shaning uchun mana qarang, endi bu mana men belbog' bo'ldi, ko'rdinglar? Buni ham xuddi boyagi nimaga o'xshab, xohlasanglar ruchkada belgilab olinglar, xohlasanglar bunday qilib kesib olinglar, ozgina burchak qilib, o'rtasini belgilab olasiz. Endi birato'la buni ketaveramiz. Bittasini boshqacha, bittasini boshqacha qilib ko'rsataman sizlarga. O'zi bichilayotganda mantidan ozgina dumaloq qilib olvarish kerak. Keraklar, ozgina shuni olvaramiz. Bizdagilarga sal ko'proq olish kerak. Men lekin ko'proq olmayman, chunki ozgina to'g'rilab olamiz. Mana nimalarni to'g'rilab olsanglar, mana nimalarni yaxshi-da.
chetlarini. Nima kerak menga? Ana bulavkalarni topolmayman. Tashlab yuborganmanmi, bilmayman. Shuni qizga mashitda ham bor meni o'zini freshda shuni olib kelib qo'ysam, mana bulavkasiz qiynalyapman-da. Bu ham sizlarga bir plus bo'ldi o'rtoqlar. Nega aytaman? Chiroq yo'qligi sabab. Agar chiroq bo'lganda mana televizorni qo'yib olib sizlar bilan gaplashmasdan tikardim. Tak что Gulnora pijlarni ham bilinglar, unaqa nima emas, mantachi iplarim bor. Ninalarim bor, men bunaqa faqat. Mana tikadigan ninalarimchi, balki shuni ozgina ishlatarman. Kelinglar, ozgina mashitdanchi, bunda ukun qilib olveraman. Men bunaqa olib keldim o'shanda, ko'rdinglar? Men bunaqa lineyka olib keldim. Mana shunaqalar kuniylik yaraydi, bunaqada bo'lsa. Men lekin ja ishlatishlarni qonlatmayman bunaqalar o'rtoqlar, lekin harakat qilamiz hozir. Mana qaranglar. Nima qilib, mana joyini topib olish kerak faqat. Sal ozgina mana shunaqa olib tashlaymiz o'rtoqlar. Bu agar bu lineyka bo'lmasa ozgina nima bo'lardi? Mana shunaqa qilib chizib oldim. Ko'ryapsizlar, mana sariq. Ozgina ja ko'p olmayman. Bunaqa butini olganinglardan keyin etagidan ham xuddi shunaqa qilib olishingiz kerak. Bu likala chizishda-ku. Endi men ancha yil bo'lgani bu ishlarni shug'ullanmayman. Mana mana belbog'i ham har doim kasoy kesish kerak. Kasoy bilmayman o'zbekchada nima bo'ladi? Kasoy. Qiyshiqmi nima deydi uni? Kasoy deydi, xullas kalom. Men ruschada o'qiganman, o'rtoqlar. Mana etagini ham xuddi shunaqa qilib, endi mana etagini-chi bo'tini qilmaysiz-da, mana burchaga olib tashlaysiz, xuddi shuncha. Mana. Qani hozir tashlab darrov chaqqonmaning, mana. Sizlarga tushuncha bo'lishi uchun ko'rsatib beraman. Atak men kesmayman ham, hattoki просто sizlarga bu mana bunday qilib xuddi shuncha etagidan olib tashlash kerak o'rtoqlar. Buyog'idan faqat etagini yon tarafidan olasizlar, oldi ozgina bunaqa qishaygan bo'ladi. Mana buni chizib qo'ying, shuni ham o'rtoqlar. Chizib olsangiz mazza qilib nima qilasiz-da? Ishlaysiz mana qilib ozgina primerni qo'yaman. Bunday qilib bichib olaman. Bugarok qilib ozgina. Yupukliroq qilib bichib olaman. Mana. Ana, bo'ldi. Nimaga? Nimaga o'chirdingmi? Tak, endi qaranglar. Men endi albatta osonroq yo'lini qilaman. Endi qaranglar, mana bitta menga berdimi? Nima? Mana bunaqa. Nima deylardi bu? Mana kesib qo'yasizlar. Endi yana bitta ikkita mamtiga ham qilamiz. Nimaga? O'shatiga mana shu ikkita yoniga skladka solamiz. Mana bo'tga va bo'tga. Xohlasanglar kesasizlar, xohlasanglar chizib olsanglar ham bo'ladi. Mana bo'tga mana bitta skladka bo'ladi. Yana xuddi shuncha mamtiga ham skladka beramiz. Bu mana shunaqa tak bir ikkita skladka bo'ladi. Yetadi menimcha. Bu yog'i уже buyog'iga ketadi. Bo'ldi. Endi buni xuddi shunaqa qilib o'rtasidan tikishni boshlaysizlar. Mana o'ng tarafini qo'yib olamiz. O'ng tarafini qo'yib olib, mana ma'mulimizni ham o'rtasini belgilab oldik. Mana belbog'imiz mana uchburchak qilib qo'yib, tushunasizlarmi yo'qmi hech qilmaydi. Tushuntira olganimcha tushuntiraman. Qo'yasizlar-da, xuddi shu yerga mana burchak-burchaga tushdi, ko'rdinglarmi? Ko'ryaptimi sizlarga? Nima qanaqa ko'rin? Bismillahirrohmanirrohim. Sal endi chokimiz kengaytiraman. Bitta ko'ringchi qanaqa sizlar ko'rin. Yaxshi. Tak, uzoqroqmi bo'lar endi. Yo sal kattaroq qo'ying ekan nimasini. Ko'ringchi. Sizlar qanaqa? Mana shunaqa qiling. Mana. Endi tak. Mana qaranglar. Qani belgilagan joyim orqada qolib ketgan. Qarayman. Bas, shuni bilan olib qo'yib, hozir sindirib qo'ying. Qo'yamiz. Buni beroq. Tak, mana qaranglar. Mana belgilagan joyim mamtik bittasi mana. Mamtik. Endi mana. Tak, hozir. Bunday qilib, mana mamtdan olib, mana
Bundoq qilib skladka qilib yuboraman. Skladka qilmasanglarchi, xunuk bo'ladi, o'zi bo'tladi, o'zi shuna skladka bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana ketdi. Bismillah. Turasizlar. Endi mana uloq ketuvdi, mana buni kesib olib qo'yaman. Ikkinchiniki bu. Tak. Tikib olaylik. Ana, noto'g'ri. Men chetini qayirib olishim kerak. To'xtanglar, men chetlarni qayirib olay. Mana chetini. Mana chetini qayirib olaylik, oldin o'rtoqlar, noto'g'ri ketdi-yu. O'tiradi endi. Mana bundoq qilib, chetini hozir qayirib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Buklab qayirib olaman. Hozir men uzganlik esla yaxshi ko'rinadi. Bittadan cho'nchak ham qilish kerak edi, lekin materialim yo'q. Cho'nchak bo'lsa yaxshi-da, xalqda. Hozir ayniqsa mana telefonlarni ishlaysiz, ochki bo'ladi bizada har doim. Bir narsadan qilib borarmiz, balkim cho'ntak bilmadim, ko'ramiz. Mana katta farq bo'lyapti, lekin bismillahirrohmanirrohim. Yoni bu, yonini qayirib olaman. Qorong'i bo'yat. Mana men qarang tikilmay o'tib ketdim. Qorong'i bo'yat, chiroy yo'q o'rtoqlar. Chiroy yo'q azizlarim. Mana buni qilamiz. Mana shu qilib o'sha gul to'y tayyorlab, gulni tayyorlab, tayyor shu готовый grunt bor, tayyor grunt. O'shani solib, men burchaginicha ham ochiq joylarni tikib olaman, o'rtoqlar. Tikib olsangiz yaxshi-da. Chiqib ketmaydi. Men mencha shu bilan o'sha nariga bittagina fartugim bor, tutib yuradigan. Uni bilmayman. O'sha materialdan tikib, pastelni bilyo tikib sotganman-da. O'sha kusib qolganini fartug qilib olganman. Unga bilmayman necha yil, necha zamon bo'ldi bilmayman, o'rtoqlar. Mana sizlar bilan sizlar YouTube yurgizganimdan beri tikib olmam. Bundan esimda. Tikkan bo'lsam ko'rsatmaganman sizlarga hech qachon. Oshxona bilan bandida. Hozir endi oshxonada hamma narsani qo'limdan kelgan ko'rsatganman. Boshqa unaqa endi qo'lingizdan keladi, albatta, lekin o'zi oshxonaning narsasini rosa ko'plab ko'rsatyapti. O'sha ular mendan ming marta yaxshi ko'rsatishyapti-da. O'shaning uchun bu etagi. Hozir mana etagini tikyapman. Mana buni qarang, bir xil chiqishi uchun bu yog'ini oldin qayirib olaman, yonini. Nari tarafidan bir xil chiqadi. Shuni keyin bu yog'ini qayiraman. Mana. Shuni narigi bilan bir xil qayiraman. Bu etaklariga burmalar qilsanglar bo'ladi, fartuqlarni chiroyli chiqadi rosa ham. Cho'nchaklariga shunaqa rushichkalar bilan qilsanglar bo'ladi, tayyorlar bilan ham qilsa bo'ladi, o'rtoqlar. Mana. Uchinchi taraf o'zi tikyapman. Mana shunaqa endi o'sha gullarni to'g'irlab nima qidiryapsan? Kepka. Qaysi kepka? Mana qara bolam. Mana qara. Qaysi kepka? Mana o'chirib tur. O'chirib tur. Qaysi birini? Yapalog'i. Olmaydi. Nima qilasan? Nima qilding? Oshxona. Bor. Vallahi. Ay, ketishma. Mana. Uchinchi tarafni ko'ring. Mana shunaqa qilib, hozir bu fartukni taqib, o'sha ishlarni qilaman. Xo'p. Gullarni dadasi menga 5 ta grunt topib berdilar yana. Endi mana buni davom etamiz tikishda, o'rtoqlar. Tak, buni qanday tikyaptim? Hozir nima deb qoldi bu?
Nima tikirdim? Ana tikirdim. Mana yog'idan tikamiz biz. Undan qo'yib tikib olamiz. Endi men o'zimga tikib olmanku, tushunib turibsizlar, to'g'rimi? Mana o'nta joyini o'lchab, po'lchab, ma'mularini ham mana ma'mularini ham o'lchaganim yo'q, necha santimetrligini sizlarga aytaymi? Necha degan. Ha, metrim o'zimga ekan mana. Buchi men belbog'ini 8 почти bichimman. 7,5 8. Meniki endi hozir to'g'ri chiqishi uchun qani ko'ringchi, men to'g'ri qildim. Skladkada bir xillarda adashyapti odam hozir. Skladkasini. To'g'ri. Buchi mana men skladkachi chetga qarab turish kerak edi. O'shani xato qilib qo'ymasligim kerak. Mana sklat, mana nima, burma joyi. Endi buni tak, nima qilib u yoqqa yotqizaman, bu yoq tarafini. Chunki bir yog'ini u yoqqa, bir yog'ini bu yoqqa yotqizamiz. Shunda ikkalasi ikkita chetiga bo'ladi. Mana yana bitta skladka mana bu yerda. O'zicha yaqin bo'lib qolibdimi? Sal uzoqroq qilamiz. Mana shuni o'rtoqlar suramiz salmonga. Yaqin bo'lib qolibdi-da o'rtoqlar. Yaqin bo'lsa ham mana xuniyroq ko'rinib qoladi. Qanchaga surdim buni? 2 santimetrga surdim. Narigisi ham shuncha chiqish kerak-da, chunki. Bismillah. Bunichi burmali qilib ham qilsa bo'ladi. Hozir agar erinmasa, narigisini burmali qilib ko'rsataman. Mana bunisi bo'ldi. Endi bu yoq tarafini ham qolamiz shunaqa. Tikib olamiz. O'rtasidan tikishni boshlaysiz-dek, belbog'i. Yoki unda tayyor qilib, bulavkalab olib, bir chetdan tiksanglar ham bo'ladi. Men mana shuni tikib olaman. Endi o'sha. Mana. Endi men buni 2 santimetr bu yoqqa surdim. Sen suramiz. Keyingisini. Martili sanmi? Qancha? 70 ming. Bilmayman qancha bor ekan. Telefondan ko'riladi. Nima qilasiz? Ha? Yo'q, hali tashlamadim menga hech kim. Plastigini so'rayapti. Bermadim men hali. Do'da chunki narsa. Berdimmi? Voy, nima deganingiz? Bering plastikni. Menda bor deb berdim. Nima siz berasiz? Sanikini. Yo'q, qanaqa berdingiz? Qayerga tashladingiz uni? YouTube'gami? Unda o'qitdim. Shu bormi? Plastikni o'rmanga tashlaganmiz-a? Shuni yozuvimda ko'rsatdim. Qanaqa tasha ko'rsatdingiz unga? Yaxshi tushundim. Telefoningizni qanaqa ko'rsatdingiz? Sizga telefon qilaman. Onami? Kim? Ha, 30 ming. Voy, yomon qilasizda. Men anaqa muxlislarni aytyapsizmi? Voy, bu uyda odam, o'rtoqlar, syomkalar ham shunaqa bo'ladi. Choy kampir bir-birimiz zo'rg'a tushundik. Qani ko'ringchi qanaqa bo'ldi. Ay, tavba. Qani belimga. Mana o'rtoq, mana zo'r. Qarang, ko'rsatdim hozir qanaqa bo'lgan. Mash. Odam bo'lsa-chi, shuni siqilib ketaman. Rolik ham olgim kelmaydi. Bo'lay qilishaveradi. Sultan havay. Mana qarang. Qarang qanaqa katta farqi bor. Mana. Ko'rdingizmi? Men yonlarim bilan yopadi. Anu partig'im kichkina edi-da. Buni mana. U ham bor materialdan qilib tikkanman-da, o'rtoqlar. Shuning uchun. Uni tikkanim ham 105 yil bo'ldi. Bo'l. Endi hozir. Buni mana qaranglar, bunisini ulab oldim. Endi bu yog'i sal qiyinroq bo'ladi. Chunki qayrib tikish kerak. Shuni dazmol qilib qolganim yaxshi edi. Hozircha mana bunday qilib, dazmol qilolmayman. Dazmol yo'q, o'rtoqlar. Kerak bo'lsa sizlar. Anaqa yo'q, to'k yo'q.
Bu yerda amallaymiz. Shunday ko'raman, amallab. Qo'lda tikvasam ekan. Keladi, qo'lda tikib ola qolaman. Bunaqada bulavka bo'lsa, bulavka qilib chiqsanglar bo'ladi. No nechun. Nam ne привыкать deydimi, nima deydi shunaqa. Meni tayyor, ip tayyor. Qayrasini shu o'rta joydan boshlab bu yoqqa qarab tikib chiqamiz, amallaymiz endi. Agar mana shu bichganinglar kassoy bitsanglar, umuman zo'r bo'ladi. Kassoy bitsanglar o'rtoqlar. Mana. Mana qilib qayrib tikib olaman hozir. Amallayman, ish qil. Sen qishqinroq bo'lar, hech narsa qiling. Menga bo'ladi. Endi sizlar uyga-ku, azizlarim bu. Bunaqacha. Nima emas. Katta choklar bilan tikib olamiz. Atak xuddi shunaqa bulavka qilib chiqsanglar ham bo'ladi. Bulavkam yo'q, bulavka olishim kerak bo'ladi. Bulavka kerak bo'ladi. Bilmayman nima qilganman bulavkalarim. Alohida bir anaqa turardi yostiqchamda. U eng qizig'i o'sha yostiqcham ham yo'q-da. Azizlarim qayerga nima qildim bilmayman, qayerga qo'ydim. Qayerga ketdi? Hayronman. Shunaqa ham bo'lib turadi hayotda. Mana bugun dazmol yo'q. Chiroq yo'q bo'lganki dazmol yo'q bo'ladi, o'rtoqlar. Unaqa qayrib tikib olaman keyin mashinada. O'zi mana shunaqa qayr mashinada ham tikursanglar bo'ladi. Nimasi bor? Bu mana to'g'ri bichilgani uchun yotmaydi-da, keyin qiynalasiz mashinada tikayotganda. Hozir mana qo'lda tikib olsangiz, keyin shartta mashinada yurg'izasiz, pasatkasi ham chiroyli chiqadi-da. Pasatka degani mana shu pasi bor, lapkani tegi. Ozgina pasatka beradi u har doim, baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Qanaqadir millimetrga. O'shaning uchun mana bu yog'ini ham xuddi shunaqa qilib, ustma-ust qilib tikib olamiz. Oson bo'ladi-da. Shuni hozir 1 soat mashinada g'ichir-g'ichir qilib o'tirgandan ko'ra, qo'lda bir pasta tashlaysiz. Mana keyin o'sha gulni to'g'irlayman deb dastavka qilib yuboraman. Ular nima ovatdilar, umuqlisan. Uzoqda yashirkanlar, shunda ham gulni olib, mayli. Gullaringizni ham qarang. Mehnatingiz bor, arzon bermang. O'sha sizni mehnatingizga yarasha oling deb shunaqa deyaribdilar. Hozir ko'raman, anaqalarni to'g'irlab, keyin ularga nimani tashlayman. Keyinchi o'rtoqlar nima aytmoqchi? Ular bitta kali, bitta aloy 50 ta tuxum olibdilar. Endi hozir tuxumga rosa zakazim ko'payib ketdi. Azizlarim, sal mana. Hozircha mencha bu bilan nima o'ynab o'tirgim kelmayapti-da, azizlarim. Shunday tez qilib boshqa ishlarim bor-da, azizlarim. O'shaning uchun tez tikib boshqa ishlarni qilishim kerak. Shunaqa. Dadasi uydalar bugundan 10-mi, 5-yanvargacha bitsa beribdi, ishxonasi, dam. Uyda bo'ladilar, qarasharlar menga. Xudo xolis, inshaalloh. Shu keyin buni tikib bo'lib, o'sha gullarni tayyorlab, bugun birinchi dastavkani berib yuborsam, ertaga yana bitta 30 ta tuxumga dastavkam bor, uni berib yuboraman. Oddiy kuniga bittasi kelib o'zi olib ketadi. Eng qizig'i tuxum yetkazib bersam bo'ldi, o'rtoqlar. Keyingi haftaga ham 60 taga zakazim bor. O'shaning uchun bu hafta, keyingi haftaga menimcha tuxum уже bo'lmaydi. Hozircha zakaz qilmay turinglar. Keyingi mana bu hafta o'ta, keyingi hafta o'ta, yangi yildan keyin qilib bera olsam kerak tuxum keyin уже menimcha. Chunki o'zimizga emasgan tuxum bo'lishi kerak. Azizlarim, ko'chaning tuxumini umuman olmayman, azizlarim. Endi kecha lekin to'g'rilarimiz 17 ta tuxum qo'yibdi. Hozir dadasi ketyaptilar. To'g'riga qarayman deb bo'ldi. Bu yog'ini hozir ko'raman. Agar tik olsam tikib tashlayman, bo'lmasam qo'lda. Men bitta просто nina, ipli nina borligi uchun tikib yubordim, o'rtoqlar. Hozir ko'ramiz endi-chi buni. Ko'ring, bo'lmasam yana qo'lda tikib yuboraman. Voy, men ustiga o'tiribman. Ey Xudo, shunaqa ipadron borgim kelyapti, o'rtoqlar, bilmaysizlar. Tikib olgan yaxshi demoqchi, o'xshamaydi o'rtoqlar, hozir tikib olmasam. Anu, asa baribircha qanaqadir mana mamta bor ekan. Ninali, ipli nina. Hozir uni ham tikib olamiz, o'rtoqlar. Ko'ta ninalar. Ko'rsa ham hayron qolaman, bu bilmayman. Mamtadan boshlaymiz buni. Shunaqa. Endi
hamma narsa kerakda odamzodga. Mana shu fartuq ham kerak. Shu fartuqni taqqim kelmaydi. Ana zeloniy bor. O'ta qalin-da u. Uchi kichkina o'g'lim olib keldi. Qayerdan olib kelgan bilmayman ish qilib shu. Firma berganmi, qanaqadir o'sha bilmayman. Men shuni qilsam maza qilib yuraman-da, jonim kirib. Anunda Gulnoraxon beruvdilar menga, Ravshan Nadachidagi Gulnoraxonchi. U fartuqni qizim, katta qizim aytadi, "Oyi, olib qo'ying, keliningizga berasiz." Yani xo'p dedim. Olib qo'yganman. Uchi men unaqa bar taqolmayman, nimaga? Yuram siqilib ketadi, o'rtoqlar, meni yuram umuman chidamaydi. Faqat chit narsalar ishlataman-da. Uni yoshlar ishlatsa, mayli. 1-2 kun ishlatsam ham kelinimga beraman. Gulnoraxon, siz ham rozi bo'ling. Kelinim ishlatadilar oshxonada inshaalloh. Shunaqa deb qizim oldirib qo'ydi u partiga. Shuning uchun uni ishlatmayman men. To'g'ri? Bu ham bo'ldi. Endi hozir. Mana shu joyda Mahmud ozgina nima bo'ladi? Mana bu yog'ini. Mana qarang, bu yerda ham ozgina joy tikilmadi. Endi bunday qilaman. Mana ikkita Mahmudni bunday qayirasiz, keyin bu yerni qayirasiz. Bunday qilaylik. Bunday qayiramiz. Bunday tuzroq qilib qayiramiz bemalol, chunki qiynalmasligi uchun bu. Keyin bu yoqni ham qayiramiz. Bir-biriga qo'yamiz. Mana qo'ydinglar bir-biriga. Endi tikamiz. Mana bundan boshlab tikib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim deysizlar. Endi sal uncha-muncha qiyshiq bo'lsa, hech narsa qilmaydi asla. Chokka sal maydaroq ekanmiz. Maydaroq chokkan bismillahirrohmanirrohim. Qo'ymay choy ichinsam, to'g'liga qaragan ketdilar. To'g'liga yaxshi qarash kerak, o'rtoqlar. Yaxshi qarasanglar tuxum beradi, go'sht bo'ladi. Hozir endi uyda ekanlar, ani kuni ham xo'roz so'ydilar o'zlari, dodasi so'yib, o'zlari tozaladilar. Sensatsiya veka. Menimcha bilmayman, oldin tozalaganlarni eslamayman men. Mana qaranglar. Endi mana o'zi yotdi, bo'ldi bu. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Alhamdulillah robbil alamin. O'rtoqlar. Hozir. Men unaqa tuxum sotib, gul sotmaganman hech qachon. O'ta ko'payib ketdi gullar. Har safar tashlavoramiz deyman, yana ekib qo'yamiz, nima kerak dedimda, o'shanga sotaman, mana keraklar olishyapti. Unga katta qizim aytadi, topdingmi? Katta qizim aytadi, "Oyi, rosa arzon sotasiz" dedi, "Bo'laveradi bolam" dedim. Shunaqa. Bulikka ham rolik qilib tashladinglar dedi. Azlarim. Chiroq ham yo'q. Meni oldingizmi? O'sha eskizda shunaqa. Nimani? Nima? Stabes. Hamma adin to'g'rilab berdilar. Undan ko'ra shunaqa olib kelib ber menga. Bor-u? Qani bor? Mana shumi? Donajlislar. Yo'q, bo'lmaydi u. Menga kichkina stolga qo'yadigan xohlaman. Oshxona stoliga qo'yib olib, o'shani xohlaman. Bo'ldi qizlar ketdik endi. Bismillah. Tikiyotdim. Bunga ikkita chok beramiz, to'qolasiz. Artık suali. Demaydi u ketib. Ko'rsatmaydi noga. Voy qo'yrasin. Endi men internetchi amallab to'g'rilab, ham tushib ketsa ham bo'lmaydi. Og'irlik qilib chokingiz tortib yuboradi hozir. Sizlar sal ko'rinmaydi endi men to'g'rilab oling o'rtoq. Shuni aytib boya. Unaqa tuxum ham sotmaganmiz biza, gul ham sotmaganman hech qachon. Endi men buni sotayotganim birinchidan bu yil ko'rdinglar. To'g'larim rosa quruq bo'lib, rosa jo'ja ochdi. Ular jo'ja ochgandan keyin
ular hammasi mana hozir alhamdulillah to'g'ri bo'ldi. Endi shu sanashim kerak, bir 30 ta to'g'ri bor. Mana eng ko'p anunda 16 ta edi, kecha 17 ta tuxum qo'yishdi. O shunaqa bo'lish kerak bular. 17, 18 kamida qo'yish kerak bular. Kerak bir kun. Chunki hamma to'g'ri ham har kuni qo'ymaydi deb o'ylayman tuxum. Kun ora qo'ysa kerak menimcha deb o'ylayman. Endi ko'payib ketgani uchun sotyapman, o'rtoqlar. Atak kam bo'lsa sotmayman, o'zimiz mana bolalar kecha o'zi qizimga berib yubormoqchi edim. Endi mayli odamlar so'rashgani uchun qizimga bermadim kecha. Endi men shu hafta sotsam, keyin уже bir haftami ko'ramiz, sotmasam kerak. Chunki bu yog'iga chilla kiradi. Keyin ko'ramiz endi nimaga qarab ish qilamiz. Yog'ni nima qilib, ichi qilib buklab. Endi to'g'ri kelgancha tikyapman. Voy, Gulnor yomon qildingiz, demanglar, shu yomon qilaman. Chunki o'zimga uyga al tikkandan keyin sizlar buni hech qanaqa xatosini topa olmaysizlar, o'rtoqlar. Mana men bitta ko'rdinglarmi? Tikmagan uchun pasatga bo'tki bo'lib qoldi. Ustiga buni to'g'rilayveramiz. Hozir sekin mana bunday buklab. Sekin. Kim yuribdi? Azgina qilib. Agar men shuni hozir men qo'lda tikib olganim, mana o'zi asabimga tegdi. Mana shunaqani o'zi asabimga tegdi. Keling shuni qo'lda tikib olaylik. Shunaqa mana. Qo'lda tikib olganimda mana shunaqa bo'lmas edi hozir. Tikib olaman qo'lda mana shuni o'zini angacha. Qo'raslar mana shunaqa. Ushaman bolalar. Qilishadi bu uyda bo'lsa, syomka qilish problema bo'ladi, o'rtoqlar. Unisiga u kerak, bunisiga bu kerak. Shu ketishsa, keyin syomka qilsangiz yaxshi. O'zi endi dadasi keladi. Ana nima edi, mana nima edi deb. Shunaqa o'rtoqlar. Ya'ni ko'nib qolganlar dada. Oldinlari umuman nima qilardilar. Telefonlar o'chib qolibdi dedi odam. Qidirib yuribdilar hammada. Plastikda pul. Hech kimda yo'q plastikda pul. Oy oxirida kimda plastikda pul bo'ladi? Ko'rdinglarmi? Ana eringan odam 2 marta qiladi o'sha ishni dedi, o'sha menda. O'rtoqlar mana, ipim bor ekan bo'lmasam. Onam har doim onajonim Xudo rahmat qilsin. Juda ham bilmayman qanaqa bo'lganlar. Agar ninani ipsiz yostiqchaga qadasa urishardilar. Menda endi men endi katta qiz farzand bo'lganman-ku men. Ninaga har doim ip o'tkazib qo'yganlar, qayta yetardilar onajonim. Qanaqa ona bo'lganlar bilmayman. Qanaqa ona bo'ldilar onam. Mashina ham ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Yotmayapti-da, shuni hozir yana ozgina so'kamiz, o'rtoqlar. Shuning uchun qo'lda tikib olsanglar zo'r yotadi-da. Yoki o'sha dazmol qilib olsanglar yaxshi. Lekin qo'lda tikib olsanglar umuman zo'r bo'ladi har doim. O'zi burun shunaqa edi, qo'lda tikib keyin tikilar. Hozir unaqa yo'q, yoki o'sha bulavka qo'yish kerak. Xudo o'zingga shukr, alhamdulillah robbil alamin. Chiroyi yo'q, odam shuni mana qilyapti. Voy. Sekin yopsa ham bo'ladi shu darvozani. Odamlar. Mana qilib. Men bitta o'sha ketganda, mana shu yerda ketgan o'sha. Yana ozgina olamiz. Chunki shu yergacha tikdimni, bu yoqni tikmadim erini. Mayli. Tikib qolamiz. Gulnor opa bitta muxlisam anaqa dedi. Gulnor opa ninaga ip o'tkazayotgan bo'lsangiz anaqa syomka qilavering deb, voy o'lib qolma, voy tavba. Muxlisalarim, biram o'zimga o'xshagan ajoyib ana aytadi-yu.
ana qo'shning ko'r bo'lsa ko'zingni siq deydi, o'sha muxlisalarim ham o'zimga o'xshaganda. Bilinarpa, qo'yavering, gapirishaveradi. Ninaga ipot qilsangiz ham syomka qilavering deb yozib yuboribdi. Voy tavba. Ajoyib. Bugun syomka umuman o'rtali ikkita fortichka ochiqda, oynani fortichkasini, dakcha deylar, nima deyiladi o'zbekchada. O'sha mashina ana men iplarni ham chiqazib yuboraman. Ani bitta tikib o'tirdim, ninam tushib qoladi, o'sha tushib qoldi yoki. Tikib o'tirdim, bitta tikib o'tirdim. Men ani aytasizlar va Gulnor opa shuncha ham gapirasiz, ham adashib. Mana adashib ketaman, qana adashmaysiz? 10 ta nima aralashib. Ikkita fortichka ochib, mashinasini qo'yib, shu yerda qizdiryapti-da, qiz. Baqiryapman shunga. Nima qilmasin, ikkita fortichka ochdim. Deb ketding. O'zicha darvozaxonada tutattirtirmayman. Obar mashinani ham yoqqa tutun kiradi deb. Keyin chiqib olganda anti tutatyapti. Fortichkami tegidi. Rahmat devaman unga. Ketding, boshini chayqatib. Eson-omon borsin, yo'llari bexatar bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'rsin. U dunyo bu dunyo kam bo'lmasin bolalarim hammasi ham. O'zi balohida asrasin Allohim, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Fisq fujurlardan, har xil yomon odamlardan o'zi asrasin. Mayli. Alhamdulillah, Xudoga shukr. O'zini o'zi eplab yurishganiga shukr qilaman, o'rtoqlar. Alhamdulillah. Ketdi. Keyingi choy qilib berdi shekilli, bilmayman. Endi dodasi o'zlari ichib oladilar. Dodasini choy ichamiz deb tursak, ishga chaqirib qolishdi, ishga borib keldilar. O'tdan chiqib yana Raygazga borib keldilar. Keyin ichsangchi choy isam yo'q, to'g'riga qarab olaman dedilar. Mana shunaqa bilmayman endi hozir hali kirmadilar shekilli uyga. Endi o'zlari ichib olaveradilar. Bo'ldi mana o'rtoqlar. Mana ninachi rosa orqasi qo'li teshadigan ekan o'rtoqlar. Jonlarim ortib. Shu mencha angishxonada ishlab o'rganganman-da, o'rtoqlar, постоянно angishxona turish kerak deb bu tuvanki olib qo'ydim o'zimcha sizlarning oldingizda. Mana ipi chiqib ketdi. Endi uni ipini o'tkazib olaman. Ko'rdinglarmi? Nima ketib qoldi. Rolik olayotgan. O'ylamanglar-da, o'tirib olishadi. Menga ham bir heyterlar chiqib qolishadi bitta-bitta. Yanachi o'lib qolganimcha o'rtalar har bitta roligimni ko'radi-da o'sha inson. Hozir bir oxirgi 6 ta roligimga o'tirib olib faqat bir qat'iy bo'lmaydigan narsani yozyaptilar-da menga. Kecha blok qildim o'sha. O'sha qarasam tushunmayaptilar. O'chirdim, tushunmayaptilar. Keyin blok qilib qo'ydim. Mana ko'rmayapti ko'zim. Ochkida ham ko'rmayman o'rtoqlar. Aytish oson-da. O'zing qilib ko'r oldin, ozgina. Keyin gapir. Mana yana ko'rdinglarmi? Boyagidagi qiynalma. Endi bu yoqni ham tikib yuboramiz. Keyin yana bitta chok solamiz o'rtoqlar. Chunkicha o't-bo'tlari ilinmay qoladi-da. Keyin hamma iplarni tozalab tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Keltirma. Mana tugunini olib tashlaylik. Shunaqa. Mayli, ularga yoqmasa odamchi zerikidan ketyapti-da. Endi kecha bittasi voy tavba. Shu ishni ham qilishni bilmaydimi xotinlar? Voy bir o'zidanchi bir kimnidir yasab oladi odamlar. Bilmaydiganlar qilyapti, nima qilibdi bilmasa. Sekin-sekin o'rganadi mana shunaqa qilib. Hech kim oyisini qonidan tushib bilmaydi narsani. Mana shunaqa qilib yillar yashab, yillar o'rganasiz. Mana oddiy misol, salfetkani ko'rsatyapman. O'g'lim mendan 33 yosh kichkina. U bilyapti, men bilmayapman. Nima bo'ladi unaqa? Nima? Tavba, sekin-sekin o'rganadi odamlar. Bir qiziq odamlar. Hamma narsadan bir o'zidan bir kimlarnidir yasab olishadi. Voy, inson sani miya bilan hammaning miyasi bir xil ishlamaydi. Hammaniki har xil ishlaydi. Birovki tezroq, birovki sekin. Qaranglar endichi mana. Bitta chok berdim-ku, yana bitta chok berib olaman o'rtoqlar. Mana orasiga mana kichkina lapkachani tashlaymiz. Bir lapkacha oralig'ida. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zingga ham sanolar bersin. O'zingga shukronalar aytaman.
Sendan o'zga iloh yo'q. O'zing qo'llab-quvvatlagin, o'zini tashlab qo'ymagin. O'zimga tavakkul qildim. Mana men iplarni keyin hammasini tozalab chiqaman. O'tib bo'lmasa-chi, g'ashim keladi. Qani nevaralarim kiyim kiyib kelsa, men bilasizlar, mamta deb osilayotadi, ikkita yonida, eteklarida ip osilayotadi. O'shalarni bu yoqqa kesib tashlayman-da, lekin o'zinglar hech qachon kesmanglar. Kiyimlarni kesib yuborasizlar deyman-da, nevaralarimga kichkinaligida endi masalan. Keyin shu bilan kerak iplar mana mamta ko'rdinglar, chok tikilmay qolib ketgan. Chunki mana. Shuning uchun hozir yana bitta chok beraman. Tegidan ko'rinmay ulog'i anaqa bo'ladi-da. Mana bu yerni hozir tikib yuboraman. Yaxshilab qarab tikib yuboraman. Bu yoq tarafidan tikuvdim-da, chunki o'rtoqlar. Endi shuning uchun bu yoq tarafidan tikibman hozir. Ikkita chok qilib yuboraman. Endi ana suvdagi qiladigan shapir-shupir qilib tashlashuradi. Men o'zimga qilayotganim uchun ikkitadan chok beraman. Qo'yib tashlaymiz. Bugun joyini olib tashlamasanglar bir xilladachi tugunchi mana shu ip orasiga kirib qolib, keyin ola olmaysiz, qolib ketadi shuni. Maydaroq qilib qo'ydim. Bu yerga yana bitta chok beraman hozir. Chunki tortiladigan joy shu yerda, fartukda. Yirtilishi tez, so'kilishi tez bo'ladi. Qiladi. Hech narsa qilmayman. Men ip уже olib tashlay bo'ladi, bo'ldi mana. Bu ip kerak emas o'sha. Qo'lda tikkan ipimda bu. Buni yana olib o'sha nimaga qirg'izib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Men tikilmay qolib ketgan joylari bor ekan. Menga bitta ko'nchagan bo'lgan zo'r bo'ladi. Hozir qarayman. Agar shunga o'xshash bir material bormikan? Hatto bu o'xshash yo'q, endi sochkam qolmagan. Menchi bunaqa mashaqqat qiqalar rosa ko'p edi, men undan anaqa tikib qo'ydim mana. Nima deydi? Mashaqqat nimalardan tikiladigan tikib qo'ygan edim. Yana bitta bu yog'idan tikilib o'rtoqlar, ichidan. Bas. Iplarni olib tashlayman. Mana men qo'lda tikilgan iplarni olib tashlaymiz. Qizim mikrofon beryotdi, chunki meni telefonimda ishlamadi, o'rtoqlar. O'shanga oyman ishxonamda borib vaqtim bo'lgan ko'rib, keyin qilib beraman dedi. Kichkina qizim. Endi ana olib bermang, shunaqa mikrofon duvdimda, shuni olib kelgan ekan. Tushira olmadida. U men qilishni bilmayman, unaqa shu bolalar qilib beradimi? Men qiziqmayman, ishim ham yo'q, o'rtoqlar. Bolalar qilib bersa qilaman. O'zimcha lekin unaqalarga vaqt ajrata olmayman, azizlarim. Endi mengacha mana sizlarga yetmadimi? Telegram kanalimda muxlisalarım yetishdiki, azizlarim, menda Telegram kanal bor. Gulsara qizi maslahatlari chat deb yozsanglar chiqadi. Kiringlar o'sha yerga. U yerda ham ancha-muncha biz muxlisalar bilan gaplashamiz. Savollaringiz bo'lsa berasizlar, javob qaytaraman. Gulsara qizi maslahatlari xuddi shu nimami o'zi. YouTube kanalim o'zi bir xil. Endi shunga mana nima iplarni olib tashlaman, o'rtoqlar. Kerak emas. Boyagi so'kkan joylarim mana qorong'i quvvat ishonsanglar. Chiroq yo'q-ku. Keyin nimani aytayotgandim? O'sha nimani qilib beraman deyapti, bilmayman, ko'raman. Agar pishillaganlarim hammasi eshitilsa, ishlatmayman uni, o'rtoqlar. Pish qilib eshitilib turadi, mikrofon tutsangiz. O'shaning uchun ishlatmayman. Agar men o'zimga yoqsa ishlataman. Bo'ldi, mana parto bitti. Agarchi bu 15 minutda bitirardim. Ani bolalar bilan ming'ir-sing'ir qilib, mana 1 soat ketdi parto janivari. Hozir buni endichi mana men degan chok beramiz. Mana men betay. Nega? Yuganinglarchi mana qo'yib ketadi bo'lmasam. Berib qo'ysang chok shu yerga. Mana o'sha shu yerda turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Ketmasam turib, sal-soat turib tikaman. Chiroyli qilib. Dazmol yo'q, dazmollashga. Chiroy yo'q. Dazmol bor, chiroy yo'q. Endi rejalar tish doktoriga borish kerak. Keyin ochka olishim kerak. Mana nima deydi mana
qari inson degani, yoshi katta inson degani, unga endi hech narsa kerak emas degani emas. U insonni ham o'ziga yarasha shu har xil yumushlari bor-da. U inson ham inson, shunday. Maşallah, maşallah. Alhamdulillah, Rabbim alamin. Mana to'g'larni ko'rsatyapman-ku. Ko'plar Gulnor opa, sizdan ko'rib to'g'ri boqdim deb ham yozishdi. Yomon ma'zilari bir xillarcha bilmaydi-da, masalan, to'g'ri boqsa bo'lishini, u to'g'ridan foyda borligini. Mana hozir birinchi boqadilar ular. 1-2 yil boqqanlardan keyin ular to'g'rilari kurk bo'ladi. Kurk bo'lgandan keyin jo'ja ochadi, jo'ja ochishni o'rganadi. O'sha inson masalan to'g'rilari bilan yana bir hisob berib beraman o'rtoqlar. Mana sizga ma'lum. Sal yeriroqda. Keyin chunki ko'rdinglar hozir o't-bo'tlariga kirmay qolganda. O'shaning uchun mayli, agar 10 ta yosh oila to'g'ri boqib, tuxumlarni yesa, hech undan menimcha yomonlik yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun unaqa ozim bordir, tilim bordir, bir narsani deb tashlamagan yaxshi-da. O'ylamanglar, hamma voy siz bilag'on bo'lsangiz, hamma bilag'on deb yoshlar bor. Hozirgi yoshlar umuman na to'g'ri biladi, na xo'rozni biladi. Ko'plar do'mda yashaydi, umuman ko'rmagan ham hatto ular qanaqa boqiladi, nima qilinadi. Anetda borib bozordan olayotganida masalan 2,5 dan damashli tuxum desa, voy anti 1000 qancha sotyapti magazinda, siz nima 2,5 sotyapsiz demaydi ular. O'sha meni qilayotgan mehnatlarimni ko'rib o'tdilar. O'shaning uchun unaqa baribir inson tushunish kerak. Har xil insonlar bor, har xil vaziyat bor. Mana bo'l endi buncha yirtilib, tutilib tushib qoladi-yu. O'shangacha xizmat qiladigan fartuq bo'ldi o'rtoqlar. 3 ta chok berdim, ko'rdinglar? Mana bitta nimasimga 4 ta chok bo'ldi ana. Alhamdulillah. Bo'ldi. Agar siz bir 10 minutda o'zi, agar sizlar bo'lmasangiz, men buni hozir уже mana tiktashgan bo'laman. Mana endi sizga ko'rsataman fartuqni. Qani, o'zi yoqman, nima bo'lyapti, o'zim ham bilmayman. Mana bo'lgani bo'lar, ko'rganlar, ko'rdinglar, eshitdinglar. Mana olib turamiz. Fartuq. Qaranglar qanaqa fartuq bo'ldi. Mana zo'r fartuq bu. Menichi onalar, Xudo rahmat qilsin, o'zimni onaman. Mana shu katta fartuq taqib yurishardi har doim. Hech qachon fartuqsiz ish qilishmay. Bu uyga borsak, o'sha onalar uyiga borsak, chirchiqda yashashardi-da ular. Chirchiq buvidirdik biz ularni. Chirchiq buvi desak, qoqinib ketaysizlardan. Keldinglar, qoqinib ketaysizlardan dirdilar. Mana shunaqa fartuq taqvalarli. Mana bitta katta cho'nchagi bo'ladi. Fartuq hamcha ani burunlar bilasizlar, qattoroq. Yozda bunaqa chitpitlardan taqsalar, qish paytlarda ani qalin fartuq taqib yurarlar. Mana qaranglar qanaqa fartuq bo'ldi. Mana belbog'ini ham qarang qanaqa zo'r bo'ldi. Mana yechib taqishga qiynalmaysizlar-da, bundoq taqvalasizlar. Mana endi xuniyroq ko'rinadi, mayli, xuniyroq ko'rinsa ham. Mana qaranglar oson bo'ladi. Qalay, o'xshabdimi? Yoqdimi? Mana hozir endi mana bunaqa mana skladkalar. Ko'rdingizmi? Skladka bo'lmasa bo'lmaydi mana tezda. Skladka qo'yish kerak, обязательно mana bunga. Hozir endicha narigisini burmalik qilib tikamiz. Endi bunga cho'nchak kerak, lekin bitta katta mana bunga cho'nchak bo'lsa mana bunga. Ana nima? Telefon, musorlarni yig'ib yurasiz-ku, chiqindilarni, o'tdan qog'oz chiqadi, ip chiqadi, sovurasiz cho'nchakka. Shunaqa. Bo'ldi, o'rtoqlar, men dazm o'qimasanglar bo'ladi. Bo'ldi, bitta fartuq bitta. Hozir yana bittani tikamiz sizlar bilan. Mazza qilinglar.